Shariat bo'yicha gapiring. Meni fikrim ikki xil bo'ladi, bunaqa demang. Shariat bo'yicha dalil keltiring. Bo'ldi. Hozir kuzatib turing. To'g'risi ovozni bo'lmashingiz uchun anaqa qilib qo'ydim. Hozir gapirib olay unda. Yuqorida siz bitta narsani aytyapsiz, ya'ni o'zingizni qoidangiz bilan aytyapsiz. U shariatniki deyapsiz. Endi har doim siz aytayotgan gap shariat bo'lmaydi. Shariatdan sizni tushunganingiz bo'ladi. Hozir men buni isbotlab beraman, shariat emasligini hammaga. Ya'ni yuqoridagi hadis shar'iy qoida ham bo'lib qolgan, faqatgina hadis emas, qoida sifatida ishlatadi, haqiqatda to'g'ri. Da'vo qilgan odam dalil keltirishligi kerak. Bunga hech kim inkor qilmaydi, men ham inkor qilmayman. Bu narsani voqeasini agar juda ko'pchilikdan talab qilsam, aytgan gaplariga da'vo qila olmay bo'lib ketishligini ham bilasiz. Hozir mavzuyimiz u emas. Hozir mavzuyimiz ikkinchi taraf agar mana bu odam da'vo qilsa, bu da'voni inkor qilsa qasam ichiladi. Bu bitta qoida. Mana shu qoida bilan kifoya qilib turib, hamma ayblarni haspo'shlab yuboriladimi shariatda desa yo'q. Hozir yo'qligini shariatdan keltirib beraman. Zinokorga to'rtta odam ochiq oydin ko'rdi, mana shu zinokor dedi. Keyin haligi odamlardan da'vo qilishuvdi, hujjat, ya'ni to'rtta fosiq bo'lmagan adil odamni olib keldida, hammasi biz ochiq ko'rdik dedi. Shu gap degandan keyin siz ovozingizni yoqyapman, hozir sizga bitta savol beraman, faqat cho'zmasdan ha yo'q shunaqa deb shu savolimga aniq qiling. Shu dalil keltirilgandan keyin haligi zinokorlarga qasam ichiriladimi, ichirilmaydimi? Ya'ni biz zinokor emasdik, mana to'rttasi kelib bizni aybladi degan narsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ya'ni dalil ba'zida ochiq bo'ladi. Jazolanadi. Bu paytda narigindan qasam talab qilinmaydi. Qasam talab qilish uchun javob bering. Javob beraymi? Faqat iltimos to'smang. Men ko'p gapirmayman. 20 sekundda tugataman gapimni. O'sha zinokor mavjud bo'lsa to'rtta guvoh keltiriladi. Zinokor yo'q, ushlanmadi, qochib ketdi yoki o'lib ketdi. To'rtta guvohni olib kelib palonchi zinokor edi desa, u dalilga o'tmaydi. Hukm nima bo'ladi? Hukm o'lib ketgan, o'zi qiyomatda javob beradi. Uni ustida toshbo'ron qilinmaydi o'lgan odamga. Hozir zinokor bilan endi ikkinchi masalada bitta odam ummatni zarariga kitob yozdida, ummatga zarar keltirdi. Ya'ni men shunaqa da'vo qilyapman, shu da'voyimdan kechganim yo'q. Shu da'voni ko'taryapman. Ko'tarishga haqqim bo'ladimi, bo'lmaydimi? Mayli ertaga islom bo'lsa, qoziga jazo uchun ko'tarmasmiz. Men ham buni hali qozining huzuriga borib o'ligiga darra uringlar deb turib ko'tarmayapman men ham o'z bu masalani. Siz ham hali oqilona yondashib qo'ysangiz bo'lar edi. Hozir bu yerda qozilik masalasi qilib darralatmoqchi emasman, lekin ummatning zarariga SMBga iltimos mayli sizlarning lug'atinglar bilan SMBni mayli sizni lug'atingiz bilan ichki ishlarda aynan iltimosi bilan musulmon insonlarga qarshi kitob yozgan va ichki ishlar shu musulmonlarni azoblagan va shu gapimga dunyoda ham oxiratda ham javob beraman. Chunki dunyoda javob beradiganim o'sha kitob turibdi. O'sha azoblagan odamlar hali ham tirik, o'sha azoblanayotgan odamlar ham hali ham tirik. Ana shu odamlar hali ham azoblanyapti bir qanchasi. Mana shu odamlarni dalillikka, guvohlikka hammasi yaraydi. Undan tashqari men yana bitta tirik dalilda aytaman. Almaty men dalilman deyapti Almaty. Mana shu odamni tashqariga chiqarib yuborganmiz, qaytib o'zimiz olib kelganmiz deyapti. Ya'ni terrorizmga qarshi kurashganmiz. Ya'ni musulmonlarga qarshi Almaty kurashganini bu yerda hamma bilsa kerak. Terrorizmdan murod islom edi. Shu odam mana Almaty meni guvohim. Agar fosiq guvohligi o'tmaydi desangiz e'lon qilib qo'ying. Almaty fosiq. Shu odam aytyapti, mana shu odam bilan birga shunaqa ish qilganmiz deyapti. Boshqa ishlariga ham shuni ko'rsatyapti. Yozgan kitobi ham shuni ko'rsatyapti. Undan tashqari men o'zi yaxshi taniydigan odamlar, ya'ni o'sha yerdagi ochiq narsani bayon qilib beryapti. Ya'ni men uchun kifoya, ya'ni shuni gapirishim uchun kifoya. Shu gapimga hech yerda qoziga olib borsa ham, boshqa qilsa ham meni jinoyatchi deb jazololmaydi. Nimaga deganda, mana unga dalil ko'rsatadigan bir qancha, ya'ni meni gapim uchun dalil ko'rsatadigan dalillarim bor-da meni. Shu gapda gapirishga haqlimanmi, yo'qmi? U odam
tuhmat qilib, bo'xton qilib musulmonlarni qarshiligiga kitob yozsa, shu odamni shunaqa kitob yozgan degani haqqim bormi yo indamasdan u odam o'tib ketgan, men bilmayman, azoblanib 20 yil o'tirdinglarmi, yana bir 5 yil o'tirib turaveringlar, gapirmaysizlar haqida deb men o'tib ketishim kerakmi?